أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Robbingiz uning o'zigagina ibodat qilishingizni va ota-onaga yaxshilik qilishligingizni amr qildi. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Agar ulardan ikkisi yoyinki biri seni huzuringda keksalik yoshiga yetsalar dedi Alloh taolo. Fala taqul lahumā uff. Ularga uf demagin dedi Alloh taolo. Va la tanharhumā. Ularni jerkimagin. Va qul lahumā qawlan karīmā. Ularga yaxshi so'zni aytgin dedi Alloh taolo. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ularga mehribonlik bilan xorlik qanotini past tutgin va duoda aytki, ey Robbim, meni ular go'daklik chog'imda tarbiyalaganidek sen ham ularga rahm qilgin deya Alloh taolo bizga ta'lim berdi. Mana shu oyat ota-onaga farzand qanday muomalada munosabatda bo'lishi kerakligini bizga ta'lim beryapti. Oyatni avvaliga e'tibor beradigan bo'lsak, Alloh taolo yolg'iz o'ziga ibodat qilishdan keyinla bizni nimaga buyuryapti? Ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyuryapti. Va ularga nisbatan hech qachon malollanmaslik, ota-onadan nima sodir bo'lganda ham farzand uni qabul qilishligi, unga itoatda bo'lishligi lozimligini Alloh taolo o'rgatyapti. Ba'zi joylarda ko'rib qolamizki, arzimagan ota-onani bir pand nasihatini ko'tara olmayotgan yoshlar bo'lyapti bugun. Arzimagan ota-onani bir buyrug'iga itoat qilmasdan ularda jerkishlik holatlari bo'lyapti. Demak, bu narsalar hammasi Alloh taoloni bizga bergan ko'rsatmasiga zid. Namoz o'qisak-ku, ota-onaga itoat qilmasak, ota-onaga yomon muomalada munosabatda bo'ladigan bo'lsak, bu ibodatimizdan maqsad nima?